Imatigani buyoqqa ana bo'ldi. Hammasini to'g'ri qildim. Hammasizlarni do'stlar, men Otim Kompot, men yangi videomga xush kelibsizlar. Men hozir do'stlar, buni yana men qo'yman va zerikib ketyapman. Ishga ham chiqim kelmayapti. Mamamda hayotdagi shkof taxlislari bu yerda men o'zimiz sandiqimga taxlayapman. Ovqatlarni bu yoqqa qo'yib qo'ydim, ish joylarini bu yoqqa qo'yib qo'ydim, telefon, bronya, instrumentlar ishga chiqishga, qimmatbaho narsalarni bu yoqqa qo'yib qo'ydim. Esdan chiqib qoldi do'stlar, ishga chiqishim zerikyapman. Shuning uchun ketdim men ishga. Ishga chiqim kelmayapti, lekin to'g'risini aytsam, mayli zerikkandan chiqishga majburman. Yana oila olishim kerak. O'z ketgandan qaranglar, mana bog'larim ham qanday ketdi o'shancha. Nima qilsam bu yerda tushunmadim ikkimisini. Kapot, salom, hali ham eslamadimmi? Qishloqqa bilaman, sen nima qilding bu yerda? Oddiy qishloq emasman, men kapot, men qishloqqa sotuvchiman. Nima qishloq sotuvchi? Ha, esimda borsan chiqazman bu yerdan. Nimaga bunaqa qilasan qishloqqa? Nimaga bu yerda chuqur qo'ydim? Ana uyim tagida cho'chib ketdim-ku. Kapot, mana bilasan-ku, men zo'r narsa qilaman. Men bilan nima bu yana qanday yerli narsa, rang-barangli izomot bu yotibdi bu ta'lmasni. Kapot, men bugun senga juda ham zo'r narsa tayyorlab qo'yganman. Qanaqa qilib zo'r narsa qilib qo'yasan, o'zi uyimdagi nimaga chuqur qilasan? Kapot bo'lsa, sani baqirishini eshitdik hammamiz. Jinroqmisan qishloqqa bo'lmasa keta qolma tayyorlading yana. Qaram zo'r videolarga narsa tayyorlab berasan-ku. Kapot, bugun men ikkita zo'r narsa tayyorlaganman. Bittasi ham bo'ladi, bittasi g'alatiroq. Bugun sizlar bilan sandiq $1 va $10,000 sandiq ko'rib chiqamiz. Nima $1 va $10,000? Ha, chap tomonning sandiq $1 ga, o'ng tomonning sandiq $10,000 ga. Qanaqa $10,000 topaman sanga? Bilmasam Kompot, lekin 94% qoplaydi, 100% $10,000 ga sotasan. $1 ga bilmadim endi. Bo'lmasam to'xta, menda $10,000 yo'q deyman, faqat nechta qancha izimroding bor Kompot sana? Menda 40 tacha izimrod bor. 40 tacha izimrod desam, bo'lmasa 40 tacha izimrod bo'ladi. Faqat video uchun olasan, o'zingga olib ketmaysan ichidagi narsalarni. Bo'ldi, qishloqim, men roziman, ichidagi narsalarni olib ketmayman. Video olamiz, senga hammasini qaytarib beraman. U zo'r bo'lar ekanda. Ha, Kompot, men har doim zo'r narsa tayyorlayman. Ko'rdim, mayli, sotamasang sotamagan. $10,000 ga sandiq qaraylar. Bo'pti qishloqim, men kelaman. Bugun biz bo'lmasa $1 ga va $10,000 ga sandiqlar ko'rib chiqarganmiz deb. Bekor $10,000 ham yo'q deyman, sotib olardim. Sen zo'r narsa sotsan-ku. Ha, Kompot, men zo'r narsa sotaman. 100% qoplaydi ichida va zo'r narsalar bor. Shuning uchun albatta videoni oxirigacha ko'ringlar, ko'rmoqchi bo'lsanglar ichida nima borligini. To'ppa-to'g'ri aytdi qishloq sotuvchi. Birinchi bo'lib bo'lmasa $1 dan boshlaymiz. Prosta ko'rib chiqishga ham $40, 40 ta izomot ekamda. Mayli qishloq, hozir men kelaman bo'lmasa, olib keling izomotlarimni. Do'stlar, xullas chotki videolar ekanmiz deb bugun ham bekor men $10,000 yo'q deb bo'lmasa sotib olardim. Hammasi o'zimga bo'lardi. Sekin tushib ketishga emas, bu yoqqa 40 ta izomot olib olishim kerak. Mana bo'ldi 40 ta izomot. Qani menga kecha menda 48 ta ekan, hozir вообще qolmaydi-ku. Menga atiga 8 ta izomot qolar ekan hayotga. Mayli, zato sizlar bilan zo'r videolar. Oppa qishloqqa. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Mana bo'ldi, men 40 ta izimrod olib keldim, mana sandiqingni ham qo'ydim. Boshlasam bo'ladimi? Ha, xohlaganda boshla Kompot. Men albatta $1 dan boshlayman. Chunki eng qizig'ini oxirga qoldirib qo'yishim kerak. Qo'y do'stlar, davay bo'lmasa ochib ko'ramizmi? $1 ga va $10,000 ga sandiq. $1 dan boshlaymiz albatta, ochamiz. Qiziq narsalar topmadim. Nimaga oddiygina yarq qo'ying, mayli $1 ga nimaga unaqa deymiz do'stlar? $1 ga Buzlikda yerdan qilingan sandiq shunaqa ko'rganmisizlar. Yana bu saslab yotishdi qanaqadir. Yana qanaqadir suvroqmi deyman deb bu fakal. Mayli, davay ochib ko'ramiz ichida. Hech narsa, nimaga hech narsa yo'q ichida? Kompot, ichiga sig'madi Kompot $1 ga qo'yar to'g'ri-yu. Endi
pastni ochib ko'ring kompot. Pastni ochib ko'rdingizmi? Sandiq pasti ham bo'lar ekanmi? Tushunmadim endi. Tushunarli. Tushundim sani qishloqqa bu yerda ko'p narsa bor ekan. Sen bo'ladi $1 ga. Qani ko'rib chiqamiz bo'lmasa. Dazi botda dinamit ko'rma, botda 25 ta sent. 25 ta sent usuna ko'rsammi? Bu do'stlar agar 25 torga ko'paytirsa $1 bo'ladi. Shu sandiqqa puli. Davay bo'lmasa tanga bor ekan. Botda ashula ishlagan diska bor ekan do'stlar. 90-yilda ishlanadigan diska. Imomit даже mashina bor ekan. Voy $1 ga mashina ko'rganmisizlar? Mana hozir endi ko'rasizlar. Qani qilib ko'ring. Do'stlar $1 ga axir bu juda ham zo'r ekan. Uni metal olmamga ham topshirib yuborsa bo'ladi. Temir topshirishlarga topshirib yuborsa ham bo'ladi. $1 dan ancha ko'p chiqadi. Qani kirib ko'rilish zavod bo'larki, zavod bo'lmayapti-yu, dash bu yurmasa ham kerak. Mayli do'stlar, $1 ga nima qolyapti endi? Dash mashina $1 ga uyatmasmi? Axir zo'r mashina xalash. Keyingisi dash o'taman nimadir ko'ruvdim, qurollar ko'ruvdim. Bu yerda yana dinamit 1976-yil mashina ekan. Kartoshkadan qilingan qilich, kustili, kartoshka sasib qo'ygan yo'metta qurol bor ekan. Do'stlar, normalniroq qurol bo'ladi deb o'yladim-da. Mayli, bu yerda anaqa qurol ekan. Qaraydi, toshdan otar ekan. Oddiy toshdan otargan, betondan qilingan qurol. Keyingisi bu yerda dinamit zajgalka bilan tevaga chiqib portlatib ko'ramiz. Men portlatishni kelyapti. Albatta qishloqni sal beorol yo'tili qishloqni qilib yo'q qo'ymay menga nima dirishmasin. Davay nima? Voy mamuni qoraylar namuncha ko'p dinamit otilib ketdi bu yoqqa. Do'stlar boshqa bunaqa portlatmagan yana qoldi Minecraft yana shuncha dinamit portlab ketdi. Spiral dinamit ekan, oddiy qizil masjid degan dinamit ekan. Mayli qishloqimizga hech nima qilmadi zato. Keyingi narsalar bitta ko'rib chiqaylik. Keyingi narsalar qolmadigan ham shakar o'sha. Hamma narsa ko'rib chiqdim men. Bo'ldi, qishloqqa $10,000 ga o'tsam ham bo'lardi. Oddiy qilich kartoshkadan qilingan 1975-yil ishlab chiqargan mendan katta mashina. Yana mametta qurol ham ko'rib chiqdik 25 sent tanga diska nimadir yana bo'ldi dinamit ham portlatib ko'rdik. Bo'ldi, qishloq $1 ga tugatdi. Bunga o'tsam bo'ladimi? Kompot, mana buni qarang, rang-barangli bloklar. Voy do'stlar, nima bu? Namuncha zo'r uchun qaranglar, chiroyli turishini. Vashshiq pilotdi. Lekin bu izumrudli bloklar, rang-barangli bloklar. Qishloq oddiy bo'ta qiladi. Almazli sandiq yoki oddiy sandiq qo'yib qo'yadi. San bo'talar chiroylargacha qo'yib qo'ygan ekan. Bitta fakelku oddiy ishlamaydigan ham даже normalniy. Bo'ta va rang-barangli bloklar. Hechini qarayli chiroyli turishini ham yo'qotgan. Yo'q ko'ramiz. Buni qarayli ko'pligi narsalarni, namuncha qimmatbaho narsalar ham yo'q ketyapti. Bo'ta almazli blok, izumrudli blok, stak pullar. Mamiyatda даже nima bu rubinlar bor ekan do'stlar. Rubin bilasizlar, nimaligini juda ham qimmat turadigan narsa. Rubin o'zi bitta rubin sandiqdan qimmat tursa kerak, shu sandiqdan $10,000 chunki juda ham qimmat turadi deydi do'stlar. Juda ham almazli bloklar, izumrudli bloklar, даже pullar ko'p 100% qopilar ekanda. Nimaga yo'q edi meni pulimni sotib olishga? Mana shu pulga sotib olsam bo'larmikin-a. 4 tam bor ekan. Nyam. Maza qilib zo'r tortiga yana joy qo'yib qo'yamiz ham. Xullas, botda qizuv narsa yo'q. Almazli bloklar, izumrudli blok, pullar. Qizuv narsalar faqat mamiyatda do'stlar. Almazli o'yinchi bor ekan bu do'stlar, almazli branyada. Men buni qaraylik, cho'tkiligini menga yo'qotdi, lekin bu mayli joy qo'yib qo'ydi. Axir sotganim yo'q, buni biroz ko'rishga qildim. Xo'p, keyingisi botda qilich, adminning qilichi, botda qanadir olovli qilich. Nima voy olov chiqar ekan ostidan. Adminning qilichi bor ekan. Nima bo'lyapti? Tushunmadim. To'xta, tepada nimalar bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Tepada ichini olib qoldim bu. Do'stlar bilan qo'yib qo'yamiz. Men bloklarni endi adminning qilichi ham bor ekan, olovli qilichi ham bor ekan.
Mana qiziq narsalar ajab ochilgan oddiy avtomatni blok izolmotin blok pul emas. Mana bu yerda Porsche degan mashina bor ekan. Qiziq narsalar holilik do'stlar. Puldan tashqari pul tor. Mana bu yerda dar qilicham bor ekan. Mashina qilich, topor, bolg'a, kirka, xullas hamma narsa Porsche. Wow! Qaranglar chiroyligina bu Porsche. Menga yoqib ketyapti, lekin bitta o'tirib ko'ramiz. Yursa bo'larmikan, zavod bo'larmikan? Albatta yursa bo'ladi. Axir bu Porsche-ku do'stlar. Mazza qilib tez yursam bo'ladi. Sekin qaq ketayotsam. Mayli do'stlar. Mana axir guvohnoma yo'q, mashina haydashga nimaga men mashina balovamni haydash bilgan-ku axir do'stlar. Zato menda ham mashina bor, baribir qaytarib berishim kerak. Mana dinamit, bu orol dinamitmi nima bu endi? Qani bitta bo'lsin-chi, bitta zo'r oroldan. Nima bo'ldi? Tushunmadim. Mana qaranglar, orol paydo bo'ldi. Voy, mana buni qaranglar, so'g'ib yotibdi. Men yerda narsani oyimda tibiga chiqas qo'ygan. Haqiqiy orol dinamitda do'stlar, mana shu yashasa bo'ladi endi orol qilib. Bekor qishloqni biz olganim qoldi, mayli ketdim. Mana buni qaranglar, qilicham, bolg'ayam, kirkayam. Voy, zo'r ekan lekin menga bu yoqda. Keyingi narsa nima ochib ko'rsam ekan? Dinamitlar qoldimi ekan? Men dinamitmikan? Hozir ko'ramizda. Davay dinamit. Bu uy quradigan narsa ekan, do'stlar, uy quradigan dinamit ham bo'ladi. Voy, zo'rligini qaranglar, mashina yashab berardim men eshikni qo'ysam. Vashshi zo'r ekan, lekin juda ham zo'r uy ekan, ichi ham katta ekan, menga yoqdi, lekin bekor olib ketadi ya'ni. Mayli do'stlar, hech qisi yo'q, menga farqi yo'q, chunki ro'zdan pulni to'laganim yo'q. Mamnun ochib ko'raylikchi. Tushunmadim, qanaqadir spavnermi bu? Chunki menda chap tomonda chiqyapti-da. Qanaqadir zombilar spavnisi bo'lyaptimi, nimadir chiqyapti. Xullas, menda mayli do'stlar. Bo'ldi, biz hamma narsa ochib ko'rdik. Bugun menga yoqdi, sizlarga yoqdi degan umiddaman. Axir menga to'g'ri $10,000 yoqdi. Sizlarga ham $10,000 yoqqan bo'lsa kerak. Kimga $1 yoqadi? $1 ham olib qo'yardim, lekin $1 ham qopilarkan, $10,000 ham qopilarkan. Uy sandiq yonma yo'q edi, ichki narsalar undan ham yo'q ketyapti. Qishloqqa $10,000 bo'lganini qaytib kelardim deyman bu yoqqa. Bo'pti do'stlar, sizlar bilan xayrlashishim kerak. Bugun sizlardan $1 ga va $10,000 ga sandiq ko'rib chiqinglar. Like bosish, obuna bo'lishdan chiqmasin, sog' bo'linglar.